Do'stlar, mahallaya qaranglar. Tihi mahalla. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yurtlarga o'tatirman. Giyatırgan yangi yil bilan avvalambor hammangizni tabriklab qolaman. Tinchlik, farovonlik olib kelsangiz. Do'stlar, biz xudo xolasa syomkaga keldik. Shu ko'rib turgan hovli joylarimiz sotiladi ekan. 1000 kvadrat metr oladi. Ko'rib turganlaringizning ko'chalari ham asfalt, yo'l ustida bo'ladi ekan. Gaz, suv, svet, internetdan muammo yo'q. Toshdan orientir neda bo'ladi baqa? Şerabat mahalla Ürgenç Yanarık yolundan 1,5 kilometre sana giriladi. Ürgenç şehre 15 kilometre. Ürgenç şehre 15 kilometre bo'ladi. Şerabat mahallada bo'ladi ekan do'stlar. Go'ja bilan chegara ekan. Yana. Lekin ko'chalar texnik qo'shnilar ham ajoyibdilar. Aldindan mevalar ekilgan, aqava suv keladi, aldindan salom o'tgan ko'rib turganlaringizning gaz sular ham o'tgan, shu sho'chlikdan qo'yib bersangiz ajoyib bo'ladi ekan. Vodoprovod boqib bering. Vodoprovoddan muammo yo'q. Joyni eni bo'yini chiqadi. 20-50. 20 Bu qurilish osti maydoni. Kuruluş astı maydonu 120 kvadrat, 12,5 metre. 12,5. 10-12,5. Ha, 10-12,5 bo'ladi ekan do'stlar. Haddi ishi zaborat bo'lsa kerak mana. Yana, xolasizlar bir de shu tashkilchilik planda qalikka darvozalarni qo'yib berish, shu mashinangizdan mesaj sezar ham bo'ladi ekan. Hozir sizlarga yakrakdan ma'lumot beramiz. Yana. Bu tarafdan kelsangiz bo'ladi ekan, bo'lmasa bu tarafdan kelsangiz bo'ladi ekan. Shunda bir evoncha qo'yib ekanlar. Tapçanlarni qo'yib o'tiradigan mesaj sezda bo'ladi do'stlar, planlashtirasiz. Hozir bag'an ham ko'rsatib o'tamiz. Girganingizdan bu tarafda shunday bir spannimi, kuxnimi qilaverasiz. Xolasizlar meni beklab berasiz do'stlar, yana. Ko'rasiz. Bu yerimiz bolalar bilan bosilgan ekan. Kelganingizdan dolon bo'ladi ekan. Dolonni chenchaga 8-10 o'g'il. Lekin katta ekan. Bu tarafda spanli. Bu taraf eshik qoldirgan ekan. Kamera için kundan koymuyor. Ha, beni bekliyorlar. Buni necha? 4 metre 270. Ya do'stlar, lekin yomon emas xonalar ham. Normalni dachi üzerinde yengen trebasizlar ham bo'ladi yan bosh tarafda. Bu kapını beklab berasiz ekan. Yana. Peş için koyuyorum. Ha, peş için. Yapıyor. Bu yerda kuxnya taslamni xullas planlashtirasiz, lekin doloni katta o'ta. Şu omborlarni qarashtirib bersangiz, sotki bo'ladi do'stlar. Hozir sizlarga bag'an ham ko'rsatib o'tamiz. Manzilni yana bir marta aytamiz, Yangiariq tuman, Şerabat mahalla bo'ladi. Gaz, suv, svet, internet hamma narsa bor, qo'shlar ham ajoyib. Bog' tarafini ham ko'rsatadigan bo'lsak, yana mevalar ekilgan, ko'rib turganlaringizni. Lekin bog'i yaxshilab tutdilar ham. Hanga yonijak qo'yib berar hang. Bu mevalar ne olar? Shaftoli, shunday narsa. Yılan hammasidan bor. Hammasidan. Aşağıdan o'xshaydi mana haddi. 50 metr dedingiz mana. 50 metr bo'ladi ekan do'stlar. Yerlari yaxshi. Bemalol shu andan keyin orqa tarafda molxona mana shunday narsani planlashtirsa bo'ladi. O tarafda pazarni xotam o'tgan dedingiz hang. 8 metr do'stlar. O tarafdan masalan molxona qursangiz qo'sh-qo'sh girdimdagi mesaz bor ekan. Yana, lekin yomon emas. Gaz, suv, svet, internet hamma narsa bor aytib o'tdik. Dokumentlari bor hanga. Hamma narsa saxta tutib ko'rarasiz do'stlar. Tihi mahalla, tihi ko'cha, qo'shnilar ham ajoyib. Shu ishning joylarda yashash hammamizga nasib etsin. Yangi yilda xudo xolasa yana chiroyli mahallada chiroyli obzor etib turibmiz do'stlar. Kuzatib borarasiz. Narxlarni hozir aytib o'tamiz. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Shaxsan o'zim aytdim do'stlar, ko'chasi ham asfalt. Masalan, yog'ish qor yog'ganda loya net bosib yurmaysiz, ha? Mashinaga kelasiz, qo'yasiz mashinani berib shura bir taxlashtirib bersangiz ajoyib bo'ladi. Planlashtirasiz. Aga endi eng qiziq yerga keldik. Narxini necha deymiz? 255. 255 kelishiladi. 255 million so'mdan kelishiladi ekan do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa ekranda nomer, egasi nomeri bemalol bog'lanarasiz. Variantni ichki variant aytib berasiz aga. Ustida kelishamiz. Bo'ldi, ustida kelishiladi ekan do'stlar. Bemalol bog'lanarasiz. Videomiz manfaatli bo'lsa, bir like bossangiz, tez-tez o'shalarni chiqarib boramiz. Xudo xolasa yana bir marta shu Giyatırga yangi yil bilan hammangizni tabriklab qolaman. Sog' bo'linglar.